Mana xudo xolasa yangi uchastkani bitirdik. Endi navbat keyingisiga. Videoni uzib qo'yaman, vaqt cho'zilib ketmaslik uchun. Mana shu yerda obyektimiz bor, mehmonxona, hojatxona, mana shu portishganida hammom bor, spanniy. 100% topli pol, отопление bo'lgan. Resirkulyarga montaj bo'lgan. Mana katta qilib kotej qilingan ichkari mana mehmonxona, hol, отопление topli pol, radiatorlar luchovой sistema bo'lgan, o'zi gradusga chiqib o'chadi. Oshxona, hol, bu topli pol kollektor, luchovой kollektor. Ya bismillah, mana chiroyli qilib xizmatlarni qilib berdik. Deytizki, umumiy hojatxona, tahoratxona unitazi bilan birga bo'lyapti. Resirkulyarga tizim bo'lyapti. Shuni dushni ochasiz, sirraz tushadi. Bu tomon spanniy. Choli kampirlarga bu spanniyga qo'yilgan hammom. Dush, unitaz, rakavina. Bitta hammomda qilingan montaj musulmonchilikda hisobini olib, qiblaga chap qo'l bilan qo'yilgan. Hojatxona ham shu, qiblaga chap qo'l bilan o'tiriladi. Podvalga hamma yo'qda olib tushganmiz. Erinmasdan turbani ustiga bir-biriga chiqarmasdan ketma-ketlikda olib kelganmiz. Mana shu shunday o'ralib kotelniy bo'ladi. Ichiga nержавейка yonkislar tushadi, hamma narsa tushadi. Kollektorda chalasi bor. Mana resirkulyarga ariston qilingan. Podvalda umumiy joyi 100 kvadratdan oshiq joyi bor bu yerda yana. Ponni topli pol bo'lib, devorlar ponni apshipka bo'lib, sex bo'ladi va issiq joy bo'ladi. Pataloylarni qilib kelajakda. Keyin shu qilingan joyda kirgan joyimizda asosiy darvozaxonasi bor. 5 metrga 12 metrlik ponni oyna qo'yiladi. Bag'iga hovli tomonga darvozaga 2 etajlik, 2 qavatli darvoza qo'yiladi. Ponni kafellari darvozaxona ham topli pol bo'lib, kafel bo'lib, sokellar zo'r atachento qilib, qishda umuman hovliga chiqarilmaydi. Zo'r qilib